أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Hürmetlik sabaqdaşlar. Bugün kelgen dersimiz bolsa Molla Ciyun rahimahullah yazgan Nurul Envar fi Şerhil Menar namlık Usulul Fikhil Hanefi kitabının hasının hükmedin çıkan tarmakla babı keldi. Yani hasının avval biz bunun ilgili derste isim adı bolsa hasının hükmünü okugan edik. Hasının hükmünü. Hasını düşendinler. Has degen avval. Has degen ma'lum bir ma'niga kuyalgan söz. Ma'lum faqatla ma'lum maxsus bo'lgan bir ma'niga, ya'ni o'zi ma'lum va maxsus bo'lgan bir ma'niga. Faqat bir ma'niga, 2-3 yoki boshqa ma'niga emas, faqat bir ma'niga qo'yilgan so'z nima bo'ldi? Xos deb tushundik. Undan keyin bu shu xosning hukmi ikki xil hukmni degan edi. Birinchi hukm bu xosning o'zi qat'iy. U o'ziniki maxsusni, ya'ni xoslangan bo'lugini, xoslangan ma'nisini qat'iy shaklda o'z ichiga oladi. Ya'ni anda zanniy shaklda emas. Chuqur shuni g'ana o'z ichiga oladi, boshqa narsani o'z ichiga olmaydi. Demak, buningdan kelib chiqadigan natija farz. Bundan kelib chiqqan narsa farz. Shu bir narsani oladi, boshqa narsani olmaydi. Ikkinchisi xos o'zi oshkor. Xos ma'lum bir ma'niga qo'yilgan bo'lganligi uchun, ya'ni ma'lum bir ma'niga qo'yilgan bo'lganligi uchun xos o'zi oshkora. Buni yeni bir qatim oshkorlashning ehtiyoji yo'q, yeni bir qatim oshkorlanmaydi. Agar yeni bir qatim oshkorlasinin bo'ladi, amaldan qoldirganlik bo'ladi. Amaldan qoldirganlik bo'ladi. Bu amaldan qoldirish xosni Qur'ondan bo'lgan, kitobdan bo'lgan xosni nima xabarul ahadlardan bo'lgan, qiyosdan bo'lgan xoslar bilan yoki so'zlar bilan nima qilishga, amaldan qoldirishga bo'lmaydi. Bu Hanefi mazhabiniki nima usul, qoidasi, tek usul. Mush usul bo'yicha ma'noda. Deb sizlarga tushuntirgan. Endi sizlarga texnik tushuntirish uchun mana mushu qoidalarni mushu tuvandagi mush tarmoqlarga nima qilamiz, tatbiqlaymiz deydi. Yana birinchi masala bor bu yerda. Bizga endi bu yerda 8 dona masala bayon qildik. 8 masala. 8 masalaning 4 masala mushu xosniki o'zining oshkor bo'lganligi. Yeni bir qatim uni bayon qilishga ehtiyoj yo'qligi shaklda chiqqan tarmoq bo'lsa, o'tirib bir e'tiroz bor. E'tiroz. Uni so'zlagandan keyin, yana undan keyin yana 3 masalani bayon qildi. Bu bo'lsa, xosniki qat'iy ekanligini ondan. O'ziniki maxsus, o'ziniki bo'lgan qat'iy holda o'z ichiga olganligini musholda so'zlab 7 donani bizga bayon qilib berdi, tafri'ani. Endi mishadi so'zlaydigan bir ish bor. Nimishqa bu tafri'ni ko'p bayon qildi? Tafri'ni nimishqa ko'p bayon qildi desa, Hanefi, usulul Hanefiya bilan boshqa 3 mazhabniki, boshqa mazhablarniki usulining o'xshamaslik farqi nada desa, boshqa mazhablar mazhabning o'zini farqni nima olgan, usuldan olgan. Dastlabda buni nima tuzgan? Usul qoida tuzgan. Undan keyin shu usul qoidadan boshqa hukmlarni olib, boshqa tarmoqlarni chiqargan. Lekin Hanefiylarcha dastlabda tarmoq chiqqan. Furuq. Dastlabda tarmoq chiqqan, usul qoidalarni shu tarmoqlardan olgan. Tushunarlimi? O'xshamaydigan. Ya'ni Imom Azam Abu Hanifa bir usul deb bir kitob yozmagan. Usul fiqh deb bir kitob yozmagan. Faqat fiqh deb kitob yozgan. Fiqh deb kitob ham yozmagan, fiqhni tuzgan, uni Abu Yusuf bilan Imom Muhammad yozib tarqatgan. Ammo Imom Shafi'i Risale deb bir kitobida usulni tafsil yozgan, usul deb kichikgina bir varaqchi kitob, ko'p emas, lekin shunda usulni yozgan, usul. Undan keyin Shafi'i mazhabidagilar hammasi shu usulga tayinib turib, nimani chiqargan? Shafi'i mazhabining hukmini usul bilan chiqargan. Demak, ular usulga qat'iy qarshi chiqmaydi. Shafi'i mazhabi usul bo'yicha ma'noda. Usul bo'yicha ma'noda. Shafi'i mazhabida usul o'rganganida nima bo'la oladi? Mujtahid bo'la oladi. Lekin bizning Hanefi mazhabida bizning usullarimiz nimadan? Furu'dan ilingan. Tabiiy udul keladi. Lekin ba'zi chaqlarda bu usulga furu'lar ba'zi udul kelmay qoladi. Ba'zi vaqtlarda, az nadir vaqtlarda.
Çünkü bizning aslimiz furuqdan ilingan. Şu sebepten tushuninglar. Şu sebepten bizniki usul kitaplarımızda misalni ko'p bayon qiladi. Nimaga? Chunki hukmlar nimadan ilinganlik uchun? Furuqdan ilinganlik uchun. Çünkü bizga uni nima sifatida keltirdi bizga? Bizniki tutgan aslimizga dalil sifatida. Dalilimiz nima desa, ha, Imom Azam bu masalaga bunda hukm chiqargan, bu masalaga bunda hukm chiqargan, ha. Demak, bizniki bu qoida ekan, usul. Imom Azam bunda usulga tayinib chiqargan ekan deb chiqarilgan. Shundaqmi bu jin kallanlarni tutib olgan. Shu sababdan bizga tafri'ni farqni ko'p bayon qiladi. التفريع الأول على حكم الخاص. خاصның hükmünden kelib chiqadigan birinchi tarmoq. Tarmoq masala demakchi. Tarmoq degani shunisi asl far. Asl degan gap yiltiz, gapniki dalil. Farq degancho shu dalildan chiqqan nima? Hukm. Tushundinglarmi? Buni farq degan tarmoq degan bo'ladi. Asl degancho yiltiz bosh shirkat deymiz biz. Bosh shirkat, tarmoq shirkat deymiz biz. Lekin buniki texmi asl ma'nosi nima? Asl degan dalil, farq degancho hukm. Tushundinglarmi? Hukmlar desam bo'ladi, tushunsangiz. Xosniki hukmiyatga xosning hukmi deganda yana xosniki qoidasi degan xosniki qoidalaridan kelib chiqqan nima? Hükümler desam bo'ladi. Birinchi hukm. فلا يجوز إلحاق التعديل بأمر الركوع والسجود على سبيل الفرض. أمدي أبو البركات النسفي رحمه الله الماتن. يعني ما هو متن بيان قلت لكن ما نردم مكتوبة ما متن. يعني fa degan bu yerga fa nima? Beshta bizga bir xosning hukmini bayon qildi. Xosni yana xos degan nimadir? Xos maxsusni nima qat'iy shaklda o'z ichiga oladi deganni bayon qilib, uni keyin xos o'zi oshkora va yana bir qatim bayon qilishning nimasi yo'q, ehtiyoji yo'q, joiz bo'lmaydi bayon qilish. Deb bo'lgandan keyin fa degani shunday bo'lgandan keyin, ya'ni ahvol shunday bo'lgan ekan, fali zalik degan gap yani. Shunday bo'lganlik uchun la yajuzu degan, ya'ni farz ala sabil farz yo'li bilan ruku va ruku qilish va sajda qilish amriga ta'dil arkan, ya'ni namozda ruknlarni barabar qilish, asta qilish, kamil qilishni iborat ta'dil arkan degan ma hukmni farz yo'li bilan kirgizish joiz bo'lmaydi. Farz yo'li bilan. Demak cho'g'ini endi asta tushuntirib beradi. Ya'ni sizlarga oldinroq bir tushuntirib beray. Mesela namazda Allah Teala bizga irka'u ve sujudu degan hukm bilan nima qilish, namozda ruku qilish, sajda qilishni bo'ldi, farz. Shart bizda farz degan ikki xil bo'ldi. Farz bir shart, bir rukun. Shart degan amal ibodatning teshida bo'lgani, sirtida bo'lgani. Farz nima? Rukun degancho ichkarida bo'lgani. Endi ikkisi o'xshash farz deb ataladi. O'xshash farz. Farzning hukmini sizga deb bergan ishonib ataladi. Farz degan nima? Farz degan ma sabata luzumuhu bi dalilin qat'i. Farz deganimiz buniki lozimligini va qat'iy dalil bilan sabit bo'lgan. Bunun chiqqan natija nima hukm desa, ya'ni buni inkor qiluvchi kofir bo'ladi. Buni qilmagan odam qattiq gunohkor bo'ladi. Bu dunyoda inkor qilgan odam kofir bo'ladi, oxirat uchun do'zaxga kiradi. Farzning ahvoli shu. Endi vojibchi desa, vojib degan vojib degan ma sabata luzumuhu bi dalilin zanni. Vojibniki lozimligi dalil zanni bilan sabit bo'lgan. Lekin farqi bu amal qilish jihatda farz bilan o'xshaydi. Vojib amal qilish jihatda farz bilan o'xshash. Ya'ni vojibni qilmagan odamning bo'ladi gunohkor. Vojibni qilmagan odam ham gunohkor bo'ladi. Oxiratda ham do'zaxga kirib qoladi. Vojibni qilmagan odam. Ammo farzda o'xshamaydigan bir tarafi e'tiqod jihatda o'xshamaydi. Farzni farz deb e'tiqod qilish nima farz? Bir adam vacibni farz deb e'tiqod qilmasa uchun gunohkor bo'lmaydi. Ba'zi yerda vacibni sunnat deb e'tiqod qilish mumkin. Tahoratning ba'zan farzlarini biz sunnat desak, Imom Shofiy nima deydi? Vojib deydi. Ya'ni e'tiqod masalasi, ya'ni e'tiqod farz deb e'tiqod qilish farz emas bu masalan, ba'zi masalalarni. Shu farzni ikki xil bo'lganmiz. Biz farz amaliy, bir farz e'tiqodiy, ikki xil bo'lgan. Farz ilmiy deb. Amma yerga vojib deganning farqi, vojib inkor qilgan bo'lmaydi, kofir bo'lmaydi. Farz bilan ayirib turgan turmush. Şunu bunu ne deyimiz? Yani vacip amel cihatta farzga o'xshaydi, lekin itiqod jihatda o'xshamaydi. Itiqod jihatda o'xshamaydi. Ayıp durma. Endi mishada namozda ruku qilish, sajda qilish nima?
farz. Endi farz bo'lgan hukmga irka'u va sujudu degan ruku qilma, sajda qilma degan gap, ruku degan hammalarga ma'lum o'qish. Ruku degan nima? Egilish. Ruku degan yurib turgan holatdan egilish degan gap. Alloh taolo ruku qilinglar dedi faqat mutlaq, muqayyat emas. Uning boshqa narsa qatmadi. Sajda qilinglar, sajda qilish degancha peshonani yerga qo'yish. Peshonani yerga qo'yish degan gap sajda qilish degan gap. Bu ya'ni lug'atda ma'lum. Ya'ni biz xos deganda nima deb tushundik sizlarga? Xos degan ya'ni kalimat lafzun wudi'a ala ma'nan ma'lum. Ya'ni ma'nisi ma'lum, aniq. Sajda degan hammadan biladi. Sajda qildi desa, bir odam peshonani yerga qo'ydimi? Uzun qo'ysimi? Qisqa qo'ysimi? Sajda qilgan bo'ladi. Bir odam ruku degan bir odam egildimi? Uzun egilsimi, qisqa egilsimi, nima qilgan bo'ladi? Ruku qilgan bo'ladi. Ya'ni tildan chiqadigan ma'nosi shu xos. Mushu ma'noga qo'yilgan. Undan bilak uzun egilish yoki qisqa egilish, komil egilish yoki naqs egilish deganga nima qo'yilmagan. Til jihatdan qilingan. Demak, xosni hukmi uchun boshqa bir narsa buni qaytishga bo'lmaydi. Mutavatir shaklda bayon qilingan. Endi mushunda bo'lgan hukmga ya'ni komil ta'dil al-arkan, ya'ni rukuni komil qilish, butun badan egilib qilish. Bugün Subhan Rabbiyal azimni 3 qatim eng azda degidek holatda komil ruku qilish o'xshash farz deb bir hukm buning qaytishining o'zi nima qilganlik bo'ladi? Xosligi shu o'zini ma'lum bo'lgan, oshkor bo'lgan xosqa yana bu oshkor emasdi, buning ma'nosi ma'muning ma'nosi tubiga qo'yganlik bo'ladi. La yuzadu ala al-qat'i bil-zanni. Ya'ni qat'iy bo'lgan xosqa zanniy bo'lgan yoki hadis ahad yoki qiyos bilan ziyoda bir uchiq bo'lgan mafhumga yana bir mafhumni ochiq bo'lmaydi. Tubsiz ko'tarilmaydi. Chunki ko'tarish uchun nima bo'lish kerak? Kuchli narsa bo'lish kerak. U kuchli narsa emas, unga jani ojiz narsa gap qo'ysak ko'tarilmaydi. Shuning uchun biz qanday qilamiz? Bu masalada ikki xil yo'l tutamiz. Agar farzga kitobdan bo'lgan farz qat'iga, hadisdan bo'lgan, sunnatdan bo'lgan zannini ikkisini qarama-qarshi kelmay, bunda qamlashtirib qo'yishga bo'lsa, ikkisini kelishtirib qo'yamiz. Agar ikkisi qarama-qarshi kelib olsa, u chaqda hadisdan bo'lgan, zanniy bo'lgan dalilni qo'yib, qat'iy bo'lgan dalilni chiqib tutamiz. Bu Hanafilarning usul fiqh qoidasi, tushundinglarmi? Lekin mushu qoidaning o'ziga Shafiiylar nima qarama-qarshi? Shafiiylar mushu usulning o'ziga qarama-qarshi. Shu sababdan bir muncha hukmlarni o'xshamaslik kelib chiqadi. Endi yana bir javob, yana bir savolga beradigan javob. Unda bo'lsa Shafiiylar xato ekan, Hanafilar to'g'ri ekan, ya masala bu emas. Shafiiylar xato, Hanafilar to'g'ri degan masala emas. Ya'ni bu ilmiy masala. Ya'ni demak Hanafiy mazhabi degan bir o'z oldiga bir mazhab. Bu mujtahid ijtihad. Hammasi ijtihad qilgan masalalar. Shafiy mazhabi degan o'z oldiga bir mazhab. Bu ijtihad qilgan masalalar. Uchiq bo'lgan, ijtihadga yo'l yo'q bo'lgan uchiq masalalarda hammasi birdek ittifoq. Ammo ijtihad qilishga yo'l bor bo'lgan. Bunda ma'nosimi ehtimol bor, bunda ma'nosiga ehtimol bor masalalarda Shafiylar bunda ma'noga kelgan, Hanafilar ma'noga kelgan. Demak, har ikkisiniki yo'lliq. Buning ham to'g'ri, buning ham to'g'ri. Sizning xato deyishga bo'lmaydi. Tushundinglarmi? Sizning xato emas. To'rt mazhabning hammasi to'g'ri. Ammo hammasining o'zining nima bor? Mangan o'zga yo'li bor. Hammasining. Shu ba'zi bizga usulda biz shu yo'lni bayon qilib qo'yapmiz. Bizning yo'limiz shu. Aslimiz, dalilimiz shu. Biz mushu bo'yicha mangduq deb ko'rsatib qo'yapmiz. Unda deganlik bizmi qarshi tarafni bu xatolashgan, ozg'an deganlik emas. Shu mutaassiblikni tashlash kerak. Bizning mushu gapimiz to'g'ri, buni xato deganlik emas. Shafiylar ma usul bo'yicha mangan. Hanafilar ma usul bo'yicha mangan, hammasining to'g'ri. Kulluhum indallohi maqbulu. Ahli sunnat va jamoat mazhabi to'rt mazhab hammasi Alloh taolaning dargohida maqbul. Alloh taolo maqbul qilmagan bo'lsa davom etmaydi hozirgacha. Mazhablar navoit ko'p edi. Shuncha ko'p mazhablarning ichidan bu to'rt mazhabning davom etib kelsa Alloh taolaning dargohida maqbul bo'lganligining alomati. Shuning uchun biz usulni o'rganganligimiz hargizmi boshqalarning orasida nima? Fitna pasattirish, bo'lgunchilik terish uchun emas, balki har bir mazhabning o'zgarishlik dalili borligi va shu dalil bo'yicha ma'noganligi ularni chetga qaqishga bo'lmaydiganligini o'rganish uchun faqatlam boshqalarni chetga qaqish uchun emas. Tushundinglarmi? Endi mana musannif bu yerda Matin Abu Barakat Nasafiy rahimahullah'niki qavlini
فلا يجوز إلحاق التعديل بأمر الركوع والسجود على سبيل الفرد diyen bu cümleden de birden bizga nima qiladi? Sharhlab beradi. Maliki bu qizil xat bilan bo'g'ini Abul Barakat Nasafining qavli. Ammo qora xat bilan bo'g'inichi Mulla Jiyuni rahimahullah'niki qavli. Endi shuru'un fi tafri'atin muxtalafin fiha beynena ve beyne Şafii rahimahullah. Yani endi bu musannifning bu so'zi biz bilan İmam Şafii rahimahullah'ның arasida ixtilof qilingan tafriat, tarmoq masalalarga shuru qilishdir. Ala ma zukira min hukmil xas, ya'ni yuqorida zikr qilingan xosning hukmiga binoan. Yuqorida zikr qilingan xosning hukmi, ikki xil hukm bayon qildik ha, esimda bor. Shu xosning hukmiga binoan. Ya'ni, taqdirim tushundiryapti. Ya'ni iza kana al xas, ya'ni xos la yahtamil bayan, yani bayanni ihtimal keltirmaydigan bo'lsa, nima ish qilsa, likawnihi bayinan bi nafsihi. U o'zi oshkor bo'lganligi uchun, o'zi bayon qilingan bo'lganligi uchun yana bir qatim bayon qilinishining ehtimoli bo'lmasligi nima taqozo qiladi? Yani la yajuzu ilhaqu ta'dil al-arkan. Unda bo'lmaganda, ya'ni ta'dil arkanni nimaga ruku bilan sajdiniki qit'a farz degan hukm bilan kirgizib o'tish, qo'shib o'tish joiz bo'lmaydi. Caiz olmaydı. Ve huve emdi bizga ta'dil erkan. Nima ta'dil erkan degan nima desa uni tushuntirib beradi. Ve huve ta'dil erkan degan at-tuma'ninatu fi ruku'i ve sujud. Yani ruku bilan sajdada tuma'nina degan gap, yani aram bilish. Buni aram elib, o keyin ish qilgandak, oldirash, Allah nima deganini ko'rmay qoladi, tez namoz o'qishamas. Yani aram elib, aram xudo, nayte taskinlik bilan, xotirjamlik bilan aldırmay en az da bir 3 qatim Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim 3 qatimda kamil. Digili bo'lgan darajada hamma a'zolar o'ziniki ilgili ruku qilgan hamma a'zolar ilgili bidak. Samiallohu liman hamida deb qavmati qo'qqanda hamma a'zolar o'ziniki joyiga kelbidak. Bu shunday holatda ruku sajdalarni qilish nima deb ataladi? Ta'dilul arkan deb ataladi deydi. Ve huve tuma'ninatu, yani ta'dil erkan degan rukuda sajdada aram ilish vel qavmatu ba'da ruku degan rukudan keyin samiallohu liman hamida deb nima qilish? Rus turish vel jalsa bayna sajdatayn degan gap ikki sajdaning orasida o'tirish. Yoki bo'lmaydi mana fil va tuma'ninatu fil ruku'iga atfaqsaq, ya'ni rukuda sajdada nima aram ilish va tuma'ninatu fil qavmati degan bo'ldi. Yani rukudan keyin samiallohu liman hamida deganda ham aram ilish vel celseti beyne secdeden desek, yani iki secdenin arasındaki celsede Allahu Ekber der secdenin arasında oturuş var o. Şu oturuştuğumu nima qilish? Aram elish. Muşlar bo'lgan nimani hamda bizga tushuntirib tugdi. Bi amri ruku'i va sujud degan u nimaga maliki bi amri nimaga mutaalliq bi ilhaq mutaalliq la yajuzu ilhaqu ta'dil al-arkan بأمر الركوع إلحاقه بأمر الركوع شو نعلمه متعلق يعني تفصيل يعني ركوع وسجدة بوغان أمريكا كشوتش جائز olmaydı. Demek ki sizge bir müncit cümle mu'telazını getirip koydu. Cümle mu'telazını müçen sizge şerhlep biliş için. Onun kendinden yani kıskart ve kesek gepnin birine la yecuzu ilhaqu ta'dilil erkan nima bi emri ruku'i ve sucud. Bunun devamı emdir depolap bir emri qasi bu. Yani secde qilishga, ruku qilishga bo'lgan emri qasi desa buni tushuntiryapti. Ve huve qavluhu ta'ala. Bu bo'lsa, bu emr Allah Teala'nınki secde ruku qilishga va secde qilishga bo'lgan emri bo'lsa, Allah Teala'nın irka'u ve sucud degan qol. Yani ki bazı kitaplarda verka'u deb bilingan verka'u emas bu oyatning asosi. Asli nima? Ya eyyuhellezina amanu irka'u ve sucudu. Yani Sure Haj'niki 77. ayeti Muşu bu nima nimadan xato yozib qo'ygan bu. Ya'ni basma xatolik bor. Tushundinglarmi? Irka'u va sucud, ya'ni ruku qilinglar va sajda qilinglar degan bu oyatda nima? Ala sabilil fard, ala sabilil fardi. Desak ham jumla kamil turgan bu. Ala sabilil fard. Ya'ni kamil bayon qilsak, la yajuzu ilhaqu ta'dilil arkani bi amri ruku'i va sujudi ala sabilil fard. Şunu düşünün ama bir dakika ben biz konuştuk. Hakkını böyle şerh, izah. Kema el-hak, bunu kim idafet olarak kılan geçkiler? Yani bu caiz olmaydı dedik. Kim
Caiz deb to'laya buna. Kim caiz deganda desanglar? Kema elhaqahu bihi Ebu Yusuf'a ve Şafii rahimahumullah. Yani bu ruku qilish bilan sajda qilishga ta'dil arkanni o'xshash, ya'ni farz qilib qatqan qo'shib zotlar bo'lsa-ham bizning mazhab turklarimizning rukunlarimizning ham Ebu Yusuf rahimahullah ve İmam Şafii rahimahumullohlar. Bu ikkovlari nima qatqan? Yani ta'dil arkanni o'xshashlar, xuddi ruku qilish, sajda qilish o'xshash farz. Ya'ni nima rukuni bituma'nina ta'dil arkan bilan qilish, sajdani ta'dil arkan bilan qilish, her bir rukunni ta'dil arkan, ya'ni nihoyatda xotirjamlik bilan, aram xudo oldirmay kamil qilish o'xshash farz deb buni shunday deydi. Undan keyin bizga bayon qilib beryapti va bayanuhu deb. Endi va bayanuhu. Xo'sh, endi Abu Yusuf İmam Şafii rahimahullohlar ruku bilan sajdiniki farzligi degan farzga nimani qatdi? Ta'dilul arkan degan farzni qo'shdi. Nima sababdan qo'shdi desa, buni bayon qilib beryapti bizga Sharih rahimahulloh. Bunun bayoni anna Şafi'iyye rahimahullah yaqul, İmam Şafii rahimahullah mundaq deydi. Ta'dilul arkani fi'r ruku'i ve sucudi fardun. Ruku' ve secdede ta'dil arkan qilish nima? Farzdir. Nemish qadisa li hadisi a'rabiyyin khaffafa fi's salah. Yani namozni yengil o'qigan degan gap, yani namozni tiz o'qigan bir arabiyning hadisining jihtidan. Nemish faqala lahu, shu sababdan payg'ambar alayhisalom bu arabiga dediki, "Qum fasalli fa innaka lam tusalli." O'rningdan tur, namoz o'qi. Çünkü sen namoz o'qimading dedi. Hakaza qalahu salasan. Payg'ambar alayhisalom shu gapni unga 3 qatim dedi. Bu ahvol 3 qatim takrorlandi. 3 qatim dedi. Xo'sh, endi biz bu hadisni bir tafsiliy deb bakayım, bu hadisning o'zini. Xo'sh, yani bu hadisning asli bo'lsa Shayxon degan, ya'ni İmam Buxoriy bilan İmam Muslim rivoyat qilgan hadis. Abi Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan. Muzat deydi. Bir odam masjidga kirdi deydi. Bir odam masjidga kirdi. Halbuki Resulullah mescidin bir tarafında oturuqluq edi. Bu adam mescid kirib namoz o'qidi. Summaca andiki bu adam kelib Peygamber Aleyhisselam'a salam berdi. An Peygamber Aleyhisselam'a salam berdi. Peygamber Aleyhisselam o adamga mundaq dedi. Peygamber Aleyhisselam bununla salamını qaytarib ve aleykesselam. Sana salam bolsun ve aleykümselam deb qo'ygan ekan. Yani irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Qaytib namoz o'qigan. Çünkü sen namoz o'qimading dedi. Faraja'a fa salla. Bu adam qaytdi, namoz o'qidi, qaytib namoz o'qidi. Summa ja'a fa sallam. Andikin kelib salam berdi Rasululloh. Salam berdi. Peygamber sallam yana dediki, "Ve aleykesselam irji' fa salli fa innaka lam tusalli" dedi. Ondan keyin bu adam yine qaytib bir namoz o'qidi, namoz o'qib kelib salam berganda Peygamber sallam 3-chi qatimda dedi. Yoki shundan keyingi qatimda, avvalati ba'da undan keyingi qatimda dediki, o adam dedi, "Allimni ya Rasulullah." Anda olsa bana bir namoz o'qishni o'rgatib qo'ysalar. Ya'ni men qila oladiganim shunda faqat mujib qoladiganman, qanday o'qsa namoz o'qigan bo'laman. Men o'rgatib qo'ysalar dedi. Faqol Payg'ambar alayhisalom dedi. "İza qumta ila salati fa asbighil wudu." Yani sen namoz o'qimoqchi bo'lsang, "İza qumta ila salati" degan, ya'ni "İza aradtal qiyama ila salati" degan bo'ldi. Ya'ni sen namoz o'qimoqchi bo'lsang, fa asbighil wudu degan tahoratni kamil olgin. Avval tahoratni kamil olgin. Thumma istaqbilil qiblata fakabbir. Degan, ondan keyin qiblaga oldinni qilib takbir aytqin. Allohu akbar deb takbir tahrim qil. Ondan keyin thumma qra ma tayassara ma'aka min al-Qur'an. Ondan keyin sen bilan yana oson bo'lgan narsani o'qi degan gap. Sen yod bo'lgan, qaysi fiqh bo'lsa shu fiqh so'zini, sen oson bo'lgan so'zini o'qigin. Ondan keyin thummarka hatta tatma'inna raki'a. Ondan keyin ruku qil, ya'ni tatma'inna raki'a, ruku qilib itminan bilan, aramidillik bilan, xotirjamlik bilan ruku qil. Thumma irfa' hatta tastawi qa'ima. Andiki beshingni shu tuz bo'lgan qadar nima qil? Beshingni ko'tarib sami Allohu liman hamida deb, shu butun a'zolaring, egilgan a'zolar asliga qaytgan qadar tuz bo'l. Anda shu egilmasda sajda ketma demakchi. Thumma sujud hatta tatma'inna sajid. Andiki sen sajda qilgan holatda, ya'ni aram ol. Aram elib secde qil. Ondan keyin sen secdeden beshini ko'tarib aram elib o'tir. Secdeden beshini ko'tarib aram olgan holatda o'tir. Ondan keyin sen
yine secde aramagan halatda secde kıl. Ondan keyin beshingni secde qilib bo'lgandan keyin ya'ni shu uyuturgan halatda beshingni kuta. Ammo shuning hammasini namoz mushu ishni yuqorqi zikr qilingan mazkur ishlarni namozining hammasida qil. Beshida shundoq, oxirida shundoq, o'ttirida shundoq. Bunda holatda qil. Deb hadisning mazmuni, to'liq hadisning mazmuni mushu. Mushu hadis hamda ya'ni namozda ruku, sajdalarni va boshqa namozdagi boshqa harakatlarni intayin komil qilishga komil qilishning farz ekanligiga dalolat qiladi. Anladin? Ya'ni hamda va nahnu naqul, ya'ni biz deymiz. Yani biz deganda kim demakchi? Ya'ni tarafan demakchi bu. Tarafan degan kim? Yani İmam Ebu Hanife bilan İmam Muhammed rahimahulloh bo'lsa tarafan bo'ladi. Va bir qoida va bilib olma. İza qulna tarafan, biz tarafan desek İmam Ebu Hanife bilan İmam Muhammed rahimahulloh bo'ladi. Şeyxan desek-chu, şeyxan desek hadis ilmida İmam Buxoriy, İmam Müslim bo'ladi. Lekin fiqh istilahida şeyxan desek İmam Ebu Hanife bilan İmam Ebu Yusuf bo'ladi. Ammo biz sahiban desek bu joqda İmam Ebu Yusuf bilan İmam Muhammed degan bo'lamiz. Miyada tarafan deydi. Tarafan degani ya'ni İmam Ebu Hanife bilan İmam Muhammed rahimahulloh ya'ni biz degan belki çoğaldı. Ko'p sonliqda hamda. Biz deymizki inna qawluhu ta'ala. Şüphesizki Allah Teala'nın irka'u vescudu degan qavli xasun, bu xastur. Vudi'a li ma'nan ma'lum. Bu ma'lum bo'lgan bir ma'noga qo'yilgan, ya'ni ma'lum. Bu ruku bilan sajdaning ma'nosi ma'lum. Ina uchuq. Bu boshqasi li'anna ruku, chunki ruku degan huval inhina anil qiyam, yani o'tirgan holatda nima egilgan holat. Va sujudu huwa wad'ul jabhati ala al-ard. Sajda degancho peshonini yerga qo'yishdir. Anda val xasu amda demak buning ma'nosi nima ekan? Bayin. Demak ruku bilan sajdaning ma'nosi uchuq oshkora bayon qilingan. Val xasu demak shunda uchuq oshkora qilingan xas la yahtamilul bayan. Yeni bir qatim bayon qilinishni ehtimol keltirmaydi. Ya'ni bunda xasning yana bir qatim bayon qilinish ehtimoli yo'q. Hatta yuqal, ya'ni bunda deyilgili. Ya'ni inal hadisa yuqorqi mazkur hadis lahiqa bayanan linasil mutlaq. Ya'ni sajda qilinglar, ruku qilinglar, sajda qilinglar mutlaq bo'lgan nasga bayon bo'lib xushu etildi yuqorqi hadis. Deyli desak, u yuqorqi nas nima? Uchuq oshkora. Fala bunda qillik, ya'ni uchuq oshkora bo'lgan nasga bayon deb hadisdagi bayon qilganlikning o'zining bo'ladi. Fala yakunu illa nasxa. Degan faqatla bu amaldan qoldirganlik bo'ladi. Ya'ni qat'iyni zanni bilan nimadan amaldan qoldirganlik bo'ladi. Va huwa la yajuzu bi khabaril wahidi. Ya'ni Qur'oni Karimdan bo'lgan qat'iy hukmni hadis sharifdan bo'lgan va zanni hukm bilan nima qilish, amaldan qoldirish la yajuz joiz bo'lmaydi. Bir xabar vahid bilan deb. Xabar vahid degan nima aksi bo'ladi? Mutawatir va mashhurning nima aksi. Uchga bo'ldi-ku. Amma qanday qilamiz? Anda o'zi hadisni tashlab qo'ymizmi? Yo'q. Hadisni tashlab qo'ymaymiz. Har birini o'ziniki darajasi bo'yicha muomala qilamiz. Har biriga o'zining darajasi bo'yicha muomala qilamiz. فينبغي أن تراعى منزلة كل من الكتاب والسنة. عندما كن كتابتن والسنة بوغان her birinin menzilige riayet kılınışı nima layık buludu. فما ثبت بالكتاب يكون فرضا. Kitap bilen sabit boğan hükümden buludu, farz buludu. Yani nima dalil qat'i bolsa, qat'i subut, qat'i dilala bolsa nima bunu hükme farz buludu. Li'annahu qat'i. Çünkü o qat'i degandikin bu şey sanki cedveldeki qat'i subut, qat'i dilala. Şundan anlamı qat'i degan gapni o'zidan. Ve ma sabata bis sunnati yakunu vaciban. Sünnet bilen vacip olan hükümçü, yani hadis bilen vacip olan hüküm burada vacip buludu. Demiş qali ennehu zanni. Çünkü o zanni. Lakin sünnet bilen boğanın vacip oluşunu ve zanni subut lekin qat'i dilala. Şundan anlamı zanni subut, qat'i ve dilala. Anki yeni bir tarifi. Yazılmagan lekin zanni subut, qat'i dilala ma hadisdeki mazmunu. Şundan anlamı ahadlık taraftan zanni subut, lekin
Galik Arabi kelsa Peygamber Aleyhisselam sen namaz okumadın sen okugan namaz bo'lmadi deganlik ma bizga ko'rsatgan dalolat qilgan ma'ni tarafdan-chi qat'iy dilala. Buningda nima deb vojib degan hukm chiqadi. Vojib degan bu cho'ng hukm. Shunga shuni bilan demak namozda demak xulosatul kalam namozda ruku qilish mutlaq ruku qilish, sajda qilish nima? Farz. Shart, nima? Rukun va farz. Ammo shu har bir rukuni sajdani kamil qilish jo'n vojib. Sunnatdan birinchi yuqori. Tabiiyki vojib. Shuning bilan biz Qur'onga amal qilgan bo'ldik, hadisga amal qilgan bo'ldik. Endi bir savol so'rasa, "Tariqning farzi bo'lsa nima bo'tkina?" desa, farz deyotsa, Qur'ondan bo'lgan mutlaq hukmni, xos hukmni nima amaldan qadg'olab qoladi. Anladin? Nimadan darajat tuvan bo'lgan narsa bilan darajat yuqori bo'lgan narsani amaldan qadg'olab qoladi. Balki chunki nima ish amaldan qadg'olab qoladi? Chunki bu oshkora, o'zi bayon qilingan. Ruku qilish, sajda qilish deganning ichida kamil qilish degan gap asli yo'q. Lug'at qo'lga vaqtda yo'q bu gap. Ammo biz hadis orqali buni nimasini vojib ekan. Agar bir odam buni chiqargan hukmlarchi, agar bir odam namozni sajda bilan rukuni kamil ado qilmasa, sajda sahv qilish kerak ekan. Chunki bu gunohkor bo'ladi ekan bu odam. Gunohkor bo'ladi ekan, sajda sahv qilish kerak ekan degan gap bo'ladi. Ammo bir odam qilib sajda masalan ruku bilan sajda qilmasa uchun namoz emas. Ruku bilan sajda qilmasa namoz emas. Endi yeni bir masala bor. İmam Ebu Yusuf bilan İmam Ebu Yusuf mu asli bu usul qoidani biladi, o'xshash. İmam Ebu Yusuf bu usul qoidani biladi. Nima ish qilib bu hadisni dalil tutib namozda ta'dil arkan nima vojib deydi, nima farz deydi desa, Ebu Yusuf rahimahulloh nima deb qaraydi? Bizda yana bir qoida bor. Agar xos agar nima bo'lib qolsa, mujmal bo'lib qolsa. Ya'ni nima mujmal kelib qolsa, mujmal bo'lib qolsa, as xosga mujmal bo'lmaydi, xos degan bayon bu biz oshkoranas xos bo'ladi bu yerda. Mujmallik bo'lmaydi. Ammo mujmal bo'lib qolsa, bu chaqda nima jihatdan? Ya'ni shu ma'ni bilan o'tishga jihatdan, boshqa ma'ni o'tishga olmaydi, lekin mujmallik jihatdan nima qiladi? Buni bayon qilinish ehtimoli bo'ladi. Xuddi boshqa masih qilish kerak. Masih qilish hukmidek. Boshqa masih qilish hukmida nima degan tukbazisonda bormi? Boshqa masih qilishda Alloh taolo masih qiling, beshingni masih qilinglar dedi. Lekin boshni to'rtdan birga masih qilish degan gapni qo'shildik biz. Bu nima qo'shildik? Masih qilishning farzliga gap yo'q. Farz. Boshqa masih qilishning farz gap yo'q. Lekin nadan nagicha miqdor jihatda mujmallik bor. Boshning hammasigimi yoki bir qismimi qo'ymi? Mujjihatda mujmallik bo'lgandan keyin hadis bilan mujmallik jihatini nima qildik bayon qildik faqat. Xuddi shuningdek Imom Abu Yusuf deydi, nimada sajda qilish, ruku qilishda uning farzligida gap yo'q, lekin buni yetti qilishmi, osti qilishmi degan tilbida bir mujmallik bor. Shunga hadis bilan buni kamil qilish degan gap chiqdi, shunga farz qo'ydim deydi. Lekin Imom Abu Yusuf rahimahullohning gapi kuchli. Tushunarlimi? Namozda to'qidan chiqqandek o'qish nima bu odam gunohkor bo'ladi. Gunohkor bo'ladi. Hamda Imom Abu Yusufning vazifa bo'yicha bo'lganda javob namoz emas. U namozni boshqa o'qish kerak. Bilak. Lekin İmam Ebu Hanife, İmam Muhammed rahimehullah mazhabida cho biroz kanglik bor. Yetik o'qib qolganlar gunohkor bo'ladi, tavba qilib, ashuni sajda sahv qilish kerak namozga. Yetik o'qiyotgan namozga sajda sahv qilish kerak. Har ehtimol qarshi taqvolik lozim tutgan odam namozni cho'qim kamil o'qish kerak. Bunda deganlik namozni kamil o'qimang deganlik emas. İmam Azam Ebu Hanife bir kechida Qur'onni bir tamom qiladi dedi. Kechisi bir kunduzi bir, qiyomni tutgancha. Yani siz o'ylab İmam Azam namozni qul Alloh subhanahu deb bitta o'qiydigan chiqib deb qolmang, yo'q. O'zi adashsiz taqvo. Lekin ummatga Payg'ambar islomniki yassiru va la tu'assiru degan, ya'ni sizlar qiyinlashib qo'yib, osonlashtirib qo'yinglar, qiyinlashtirib qo'ymanglar. Boshqa jamoatlarni nima qiziqtiringlar, ürkütib etmanglar degan hadisning hukmi bo'yicha yo'l izlaydi. Demek bugünkü dersimiz inşallah ahirleşti. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin. Ve sallallahu teala ve sellem ala khayr halqi seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bi rahmetike ya erhamer rahim.